TikTok videolar uchun hech qachon pul to'lamaydi. Qo'ygan videolaringiz foydasi yo'q. Insonlarni ahmoq qilmanglar. Bekorga vaqtni olmanglar deb negativ insonlar. Bunaqa insonlar juda ham ko'ryapsiz. TikTok videolar uchun pul to'layapti. Ko'p insonlar ishonmayapti. Koreyska akkauntda O'zbekistondan turib ochib bo'lmaydi. Ochgan taqdirda ham koreyska registratsiya kerak, nomer kerak, balovatlar deyapti. Ishoning, hech narsa kerak emas. Misol uchun O'zbekistonda bo'lib turib, o'zingiz pasportingiz orqali TikTokda 10 ming obuna bo'lgandan keyin registratsiya qilasiz, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bemalol ishlatib yuraversangiz bo'ladi. Agar koreyska akkauntlar ochish qiziq bo'lsa, biz nomerlarimizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Profili pastda nomerlarimiz bor. Bemalol o'zimiz ochib bera olamiz. Sharti qanaqa bo'ladi? Biz atigi 70 ming so'mga ochib beramiz. Siz nima qilasiz? O'zingiz videolaringiz yordamida 10 mingta obunachi to'playsiz. Oxirgi 1 oy ichida 100 mingta prosmotr va TikTok sizga har bir qo'yilgan videolaringiz uchun pul to'la boshlaydi. Agar pul yechishi muammo bo'ladigan bo'lsa, TikTok professor Ikka, ya'ni Suhrob akaga aytsangiz bemalol yechib beradi. Omad hammaga.